Milliy sertifikat savoli, bu narsalarni yaxshilab o'rganing, sizga tushish ehtimoli juda katta bo'lgan savollardan biri. Demak, ildiz x plus 2 kara qavsda x aylangan 1 ning kvadrati kara x kub taqsim x qo'shilgan 1 ning 4-si. Bu savolga ko'p o'quvchimiz qiynaladi, juda qiyin mavzulardan biri desangiz ham bo'ladi. Demak, tushish ehtimoli juda katta. Qarang, juft ildiz bo'lgandan keyin juft ildizning ichi 0 dan katta bo'lishi kerak, qat'iy, chunki bu yerda tenglik sharti yo'q. Bu qanday bo'lishda qat'iy nazar tenglik. Mana bu ifodani juft ildiz bo'lganligi uchun siz 0 dan katta qilishingiz kerak. X shunda bo'ladi bizga. X katta -2 dan bo'ladi. Bu hozircha endi kutib turadi. Endi mana bu nisbatlarni biz 0 dan kichik qilib ishlaymiz. Chunki musbat kara mana bular manfiga aylansa, musbat kara manfi 0 dan kichik bo'ladi. Demak, yozamiz x ayrilgan 1 ning kvadrati ko'paytirilgan x ning kubi taqsim x qo'shilgan 1 ning 4-darajasi kichik 0 dan deb ishlaymiz. Buni soniyatga chizamiz. Xo'p, 0 qilish qiymatlar -1, mana bunisi 0 va keyingisi 1. Mana x o'qinchisi har biriga interval olib kelamiz. Xo'p, har bir x lar oldin musbatdan bo'lganligi uchun, demak bu taraf musbat. 1 ni, demak x aylangan 1 kvadrat bo'lgandan keyin yana musbat ishora bilan o'tib ketadi. 0 deganimiz uning darajasi toq bo'lganligi uchun teskari ishora, ya'ni plus kelgan joyda minus bilan o'tadi. -1 0 qilish ifoda, uning darajasi 4 bo'lsa, yana minus ishora bilan o'tib ketadi. Va shu yerda 0 dan kichiklar desa, demak bizga mana bu oraliq yechim bo'ladi. Ya'ni minus oraliq yechim bo'ladi. Bu yoqda yechim bo'lmaydi va shuning ichiga endi biza -2 dan kattalarni olish kerak degan shartni ham kiritib ketamiz. Demak, yechim x tegishli -2 dan -1 gacha birlashma -1 dan 0 gacha. Yechim mana shu bo'ladi. Bu videoni albatta sertifikatchilar jurnalistdan chiqmasin, bizga obuna bo'ling.